Звук bor, zapis bor. Hello guys, hammaga assalomu alaykum. Maqsad Mod kanaliga xush kelibsizlar. Anchadan beri kutilgan video broker yoki propshot nimalarga ahamiyat berish kerak, qaysi birida savdo qilgan yaxshi, plus minus taraflarini ko'rib chiqamiz. Soat почти 2. Bir 50-marta zapis qilmoqchiman, video o'xshamayapti. Shunga yarasha sizlardan поддержкani kutib qolaman. Oson bo'lmayapti bu narsani zapis qilish, тем более web kamera bilan birinchi marta tilim aylanmayapti. Также minimap qilib qo'ydim, ko'rishingiz mumkin. Hamma razdeldan o'tib chiqamiz. Sizlarga tushuncha berishga harakat qilaman. Charchadim, to'g'risi tilim aylanmayapti, to'g'ri tushunasizlar. Может kesib zapis qilib stavka qilaman. Но в любом случае bugun ertaga video chiqazaman. Bugun 28 men esimda yo'q. Hop, sekin boshlaymiz. Prop kompaniya bu nima? Hammada bazaviy bilim bo'lsa ham bu narsani tushuntirib o'tib ketishim kerak. Prop kompaniya bu sizga savdo uchun kapital taqdim etadigan tashkilot. Siz ularning pullarini savdo qilasiz va foydani taqsimlaysiz. Hop. Bu juda katta piramida. Videoning oxirida yoki o'rtasida tushuntirishga harakat qilaman. Именно sizni foydangizdan ham, zararingizdan ham foyda qilishadi. Misollar FTMO, The Bashers, The Funded Trader, IFF, Funding Pips juda ko'p. Narsani reytingi ham bor, saytlari ham bor. Hamma proplarni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Plus taraflari kichkina summaga kattaroq ob'em boshqarishingiz mumkin. O'sha ob'emni keyinchalik scaling qilsangiz bo'ladi, ko'tarishingiz mumkin kapital bo'yicha. Intizomga olib keladi bu narsa, plus taraflari, kamchiliklari, murakkab qoidalar, hisob bekor qilinishi mumkin, to'lov kafolati yo'q, psixologik bosim. Prop bo'yicha o'tdik, broker tushuntiraman. Broker bu sizga bozorga kirish imkonini beruvchi vositachi. Условно говоря, посредник, o'rtakash sizni orderingizni bozorga olib chiqib yopib berishga yordam beradigan vazifani bajaradi. Misollar RoboForex, IC Market, XNS, XM, Just Market juda ko'p brokerlar. Nimaga ahamiyat berish kerak bu narsani ham sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Plus taraflari erkinlik va nazorat. Bu narsani oxirida tushuntirib beraman. Foydani xohlagan payt yechib olishingiz mumkin. Kamchiliklari xavf o'z zimmangizda. Menda bu yerda romkingiz yo'q, propga o'xshab, грубо говоря. Boshlang'ich kapital taqdim etiladi. Bu yerda $100, $1000, $10,000 qilaman degan ishcha sochingiz oqarib ketadi. Hop, nimalarga ahamiyat berish kerak? Birinchi o'rinda bu odzivlarga broker qayerda joylashgan, qanaqa litsenziyasi bor, qanaqa platformalarda savdo qiladi, qanaqa sposob bilan depozit qilsa bo'ladi, qanaqa yechsa bo'ladi, necha kunda yechib beradi. Bu narsani hammasini, например, Trustpilot bor bizda, XNS deb yozadigan bo'lsangiz, именно kompaniyaning reytingi, полностью informatsiya chiqib keladi, odamlarni realniy odzivlari hammasini o'qib chiqishingiz mumkin. Hamma kompaniyani plus minus bu yerda odzivlar bor. Например, The Bashers yozsangiz ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham 9. Veb-saytga tashlab olish mumkin. Bu silkani bossangiz o'zini veb-saytiga akkaunt bo'yicha, kompaniya bo'yicha informatsiyalar, также odzivlar o'zbek tiliga, rus tiliga перевод qilib o'qib chiqsanglar bo'ladi bu narsani. Juda foydali bo'ladi. Lekin основной nimaga внимание обращать qilish kerak? Bu qanaqa platformalar bor, nima bilan depozit qilsa bo'ladi, ikkinchalik qanaqa muammolar bo'lishi mumkin. Например, ko'pchilikda XNSda nima muammo? Kimdir depozit qilgandan keyin, qanchadir foyda qilgandan keyin pulini yechib olmoqchi bo'lsa, 3-4 martadan keyin уже order tushib XNS yechib beryapti. Или kimdirdadir SMS kod kelmaydi. И так далее. Bu narsaga ham ahamiyat berishingiz kerak. Men o'zim lichni XNS ishlataman. XM ham bor, Just Market ham bor, и так далее. Lekin XM plus XNS plus tarafi bu refund yo'q. Также kripto, Visa, Uzcard, Humodan depozit qilsangiz bo'ladi. Bu narsani ko'rib chiqishingiz kerak saytdan yoki o'sha App Store, Google Market
skachat qilsangiz hamma informatsiya bor. И sekin pastdagi razdelga tushsak bo'ladi. Hozir ssenamizdan ochamiz. Account turlari именно standard cent, pro, rough spread, zero hammasini o'ziga yarasha plus minus taraflari bor. Narsani sal yaqinlashtirsam, xo'p, standart счетda minimalniy depozit bu yerda $10, minimum spread 0.2 pips, kreditniy плечо unlimited, bu degani $100 tashlab ham 2-3 lot ocha olasiz. И комиссия olmaydi bu yerda. Standart cent также то же самое, lekin standartda plus tarafi nimada? Например, $100 standartga tashlaydigan bo'lsangiz yoki $10mi, $100 tashlasangiz bu narsa sizga $1000 qilib ko'rsatadi. Nimaga kerak? Ko'pincha kimdir qanaqadir kattaroq ob'yom boshqarmoqchi bo'lsa, real счетda birinchi standart cent ochinglar, o'shda ishlab ko'ringlar, o'sha $1000 balans sizga ko'rsatadi. O'shani riskiga to'g'rilab olib, bu yerda plus minus o'zingizlarni strategiyalarni, risklarni natrenirovать qilsa bo'ladi. Также уже более профессиональный аккаунтlar ketyapti. Pro minimальный депозит $200 и spread bu yerda ko'rishingiz mumkin 0.2 yoki 0.3 emas, 0.1 pips turibdi. Max leverage unlimited, bu yerda ham komissiya olmaydi. И rough spread. Buni plus tarafi также minimальный депозит $200. Уже bu yerda spread yo'q. Spreadsiz savdo qilasiz. Unlimited плечо и комиссия $3-5 dan boshlanadi lot size. Bu yerda informatsiya bor. Например, tillada yoki yevroda qancha lotingizga qancha komissiya olishini именно saytda yoki приложениеda ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Okey, bizda уже последний счет zero, минимальный депозит $200, также spread yo'q, kreditniy плечо unlimited и комиссия $0.05 dan lotga boshlanadi. Bu yerda ham informatsiya bo'ladi, qaysi paraga qancha komissiya olishi mumkin. Broker razdeli bilan ham akkauntlarni tugatsak bo'ladi. Bu уже conclusion часть. Bir marta svet o'chib yonishga ham ulgurdi, так что videoni kesib zapis qilib qo'yaman menimcha. И bizning keyingi bo'limimizda именно prop tekshiruv bitta zo'r sayt bor. Именно top 10 talik yoki top 100 talik, 50 talik proplarni ko'rishingiz mumkin. Futures hamma odzivlarini ko'rsatib chiqqanim yaxshiroq. Profirm match deyiladi. Silkani videoning tagida qoldiraman. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda rating, keyin odzivlari, qayerda joylashgan, necha yildan beri bor, qanaqa marketlarda ishlasa bo'ladi, kripto, energy, FX, index, metals и так далее. Platformalar ko'rishingiz mumkin, C-Trader, MT5 hammasini ko'rib chiqsanglar bo'ladi. И nimaga именно ZBShares men o'zim tanlaganman, ishlab kelaman. Bu yerda keyinchalik akkauntingizni scaling qilganda allokatsiyasini ko'tarsa bo'ladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin 615 ming turibdi. Keyinchalik уже ZBShares o'sha akkaunt razdellariga o'tadigan bo'lsak, hammasini tushuntirib berishga harakat qilaman. И bu yerda funding pips ham birinchi o'rinda, lekin maksimum allokatsiya bu yerda 300 ming. Ko'rishingiz mumkin. Alfa Capital 400 ming, E8 marketda вообще 204 million, lekin bu yerda ishlab ko'rmaganman. Qanaqadir plus minus hamma prop firmada o'zini qanaqadir prям minus red flag deyiladigan qonun qoidalar bo'ladi. Например, funding pipsda nimaga ishlamayman? Chunki spreadi katta fundda и plus bitta zelkada 1.5% risk qilib qo'ysangiz akkauntni yopadi. Har bir prop shotda o'zini red flag qanaqadir prям minus taraflari bo'ladi. Lekin ZBShares пока что problema qilmadi, ko'plar ishlab kelyapti bu narsada и bemalol bu narsani tavsiya bera olaman. Xo'p, bu yerda также skidkalar bor akkauntlarga и futures. Bu вообще boshqa olam, boshqa dunyo. Bu narsani tushuntirishim uchun отдельный videorolik qilishim kerak. И menimcha yaqin oylarda emas, 2026-yilga o'zim ham ishlashni boshlasam, именно kattaroq allokatsiya yig'ib bu yerda savdo qiladigan bo'lsam, может быть futures bo'yicha ham video olamiz. Lekin bu narsa ikkita boshqa dunyo, boshqa olam. Так что CFD traderlar hali bu yerga yugurmanglar, shoshishga. Bu yerda ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bor.
Hop, bizada keyingi bo'lim bizda 5 years dastur turlari. The 5 yearsga kiradigan bo'lsak, bizada one step, two step, 3 step programmamiz bor. Menimcha sizga 1 step ham kerak emas, 3 step ham kerak emas, просто klassik olib ishlagan yaxshiroq. Nimaga? Chunki bu bilan bu чисто marketing. Ko'pincha traderlar именно bittada o'taman deb yoki 3 ta etapga bo'lib o'taman deb, nabarot o'zini psixologiyasini, o'zini sistemasini o'zgartirish mumkin. Nimaga? Chunki bu yerda daily losses, overall losses 2 stepdan ko'ra boshqacharoq bo'ladi. Например, o'tishingiz uchun 10% qilishingiz kerak. Da sizda bitta etap, no keyinchalik fundedda sizda 6% daily loss bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Yo, daily loss emas, adashdim, overall loss. Daily loss sizda 3% bo'ladi. Keyinchalik 100% o'sha profit payoutga berishingiz mumkin. O'tishingiz bo'yicha unlimited vaqt, 1.30 leverage, $260, keyinchalik refund ham bo'lmasa kerak, просто 15% keyinchalik skidka qilib beradi. Bizga bu narsa qiziq emas. Например, 3 step ham ko'rsataman sizlarga. 3 stepda ko'rishingiz mumkin. Birinchi sizga 25 million account beradi. Profit target 6%, maximum loss 5%. Bu degani siz 0.5 yoki 0.25 bilan risk bilan o'tishingiz kerak. 6% qilaman desangiz. Sizda daily loss yo'q bu yerda. Fundedda bor, uje 100 ming bootcampga keladigan bo'lsangiz, da sizda mana shu 3 ta step o'tadigan bo'lsangiz, sizga 100 ming funded berishadi. Lekin bu yerda umuman boshqa logika, umuman boshqa psixologiya, umuman boshqa matematika bo'ladi. Da o'tsa bo'ladi, $95 to'laysiz, o'tganingizdan keyin $205 berasiz. O'tish bo'yicha unlimited time, 1.10 leverage и 5% yana qanaqadir skidka berar ekan. Lekin eng qiziq tarafi bu yerda nima deb bilasizlarmi? 2 stepda. 2 step o'zim ishlataman, juda plus minus qo'ygan. Например, etilo 60 kanal deylar. Maximum trading period unlimited. Vaqtingiz yo'q bu yerda ham qanaqadir periodda o'tadi. Oldin bo'lardi, 30 kunda o'tishingiz kerak, nimadir qilishingiz kerak. Bu narsani uje olib tashlashgan. Minimum profitable days. Bu nima degani? Ko'plar imенно mana shu yerda menga savol berishadi. Kamida 3 kun 0.5% dan yopishingiz kerak. Podryad bo'lish shart emas. Podryad bo'lish shart emas. Например, haftada etilo 4 marta savdo qildingiz, 2 marta 0.5% dan ko'p yopdingiz delkingizni. O'shandagina hisoblaydi. Bu narsani nimaga qilishgan? Tez o'tib qo'ymasligingiz uchun. Также fundedda ham xuddi shu narsa bo'ladi. Maximum daily loss 5%, klassika, bu normal holat. Maximum loss 10%, именно account bo'yicha. Profit target 8-5. Ko'rishingiz mumkin. Account turishi $329. Keyinchalik uje refund qilishadi ikkinchi etapda sizga sразу и 10% scaling. Или uje fundedda menimcha refund qilib berishadi. No plus tarafi bu yerda nimada? Именно boya allokatsiyani gaplashdingiz sizlar bilan. Именно mana bu yerda allokatsiyani gaplashdik. Plus tarafi bu yerda nimada? Hozir ko'rsatib beraman. Например, etilo o'sha 5 million shotni ham oldingiz. Keyinchalik bu narsani maksimum 7.5 mingga ko'tarsangiz bo'lar ekan. Eng qiziq joyi bu yerda nimada? Например, 100 million prop shotda o'tdingiz, funded qildingiz. Keyinchalik accountingizni qachonki ko'tarib berishadi? Например, 100 million funded oldingiz. Etiloki bir 4 martada общий 10 ming pul yechdingiz, payout qildingiz. O'shandagina accountingiz uje 10 mingga yaqin payout qilganingizdan keyin siz account 110 ming bo'ladi. Tak keyinchalik 500 milliongacha tushsa bo'ladi. Da bu qiyin narsa, no uzoq muddatga bu prям idealniy условия deb o'ylayman. Chunki 100 million accountda kamida 300 minggacha olib kelish uchun prям именно disiplina, хорошая strategiya, risk management bo'lish kerak. Bu narsaga keladigan bo'lsangiz, sizda uje 90 ga 10% profit split bo'ladi. Bu degani 90% siz olasiz, 10% kompaniya oladi. Uje bu ko'plar kelishmagani, menimcha O'zbekistondagi traderlar bilmadim, lekin botga keladigan bo'lsangiz, uje 350 mingdan keyin 100% uje profit split. Keyinchalik $4,000 fixed payout. Именно ishlamasangiz ham $4,000 har oy sizga tashlab berishadi. Accountingiz yo'q bo'lmaguningizcha endi. Например, kimdadir
qanaqadir to'poy savol bo'lishi mumkin. 350 mingga olib kelgandan keyin har oy $4000 to'laydimi menga yo accountingiz 3 bo'lsa, accountingiz stabilni olib kelayotgan bo'lsangiz, foyda qilayotgan bo'lsangiz, sizga kompaniya har oy o'sha $4000 passivni to'lab beradi. Plus minus shunaqa razdellar bor. Keyingi bo'limga o'tamiz. Bu уже заключение, conclusion. Hop. Ko'pincha mani novichok treyderlar ko'radi. Mani maslahatim sizlarga imенно prop shotda ishlanglar. Nimaga? Chunki bu narsa sizlarni keyinchalik disiplinaga olib keladi. Bu videoni oxiri cho'zilib ketishi mumkin, lekin bu yerda imенно psixologiya bo'yicha, keyinchalik foydaga chiqishinglar bo'yicha ancha ko'p maslahatlar berib o'tib ketaman. Agar kim ko'rmoqchi bo'lmasa, oxirigacha videoni pauzaga qo'yishinglar mumkin. Yozgan tekstimni ko'rib chiqinglar, bo'ldi. Основной момент bu yerda nimada? Ko'plar imенно nimaga brokerni tanlashadi? Ularda imенно mindset qanaqa? Men bu narsani juda ko'p kuzatganman. Bizda imенно o'zbekcha auditoriyada imенно ko'plar brokerda ishlashadi. Imенно Instagramdagi o'sha videolarni ko'rib olib, $1000, $100, 2000, 3000, 4000, 5000 qilaman deb o'ylashadi, lekin bu narsa unaqa emas. Bu narsaga kelish uchun yillab o'pit kerak. Damam bir tarafdan bu narsani tushunaman, chunki bunaqa periodda men ham boshida o'tib kelganman. O'sha Instagramdagi videolarni ko'rib, hozir $100, $500 tashab nechidir million qilib tashlayman. Yo'q, bu narsa bunaqa ishlamaydi. Tradingda imенно bu yerda stabilnost kerak. Siz har doim agar aytaylikki siz oyi 5, 8, 10% da yopadigan bo'lsangiz, sizdan zo'r trader bo'lmaydi. Har oy shunaqa yopib ko'ring. Imенно prop shotda 50 millik, 100 millik farqi yo'q. Nimaga bunaqa deyapman? Например, prop ovosi 4 marta o'qizasiz, 5 marta o'qizasiz, 10 marta prop shotda o'ta olmadingiz. Lekin men bu yerda mingizda уже majlis bo'ladi. Nima bunaqa bo'lyapti? Xatolaringiz ko'rib chiqasiz. Qayerdan noto'g'ri risk qilgansiz? Уже bitta setapga o'tirasiz. Ancha vaqt o'tgandan keyin xatolaringiz ko'rib chiqqandan keyin уже tushuncha bo'ladi sizda. Nima noto'g'ri qilyapman, qayerda risk ko'paytirganman, nimaga amal qilmaganman. Bu narsa sizni imенно bitta setap bilan bitta risk ishlashingiz keyinchalik realda bu narsani qaytarish juda oson bo'ladi. Imенно главный faktor bu yerda novichoklar brokerga osiladi. Maslahatim imенно prop shotda ishlab ko'ringlar, psixologiyasini tushuninglar, risk management nimaligini tushunib olinglar, setup nimaligini tushunib olinglar. Undan keyin siz imенно propni o'tdingiz, 4-5 marta payout qildingiz. Siz o'zingizni sistemingizdan boshqa qanaqadir strategiya o'rganmayapsiz, qiziqmayapsiz bu narsaga. Undan keyin brokerga o'tsangiz bo'ladi. Bu keyinchalik уже men bu fazadan o'tganingizdan keyin bu faza sizga yordam berishi mumkin, lekin ko'pincha treyderlar bizda imенно mana shu birinchi fazada brokerda ishlab, ko'p pulini oqizib, bu sohadan уже ko'ngli qolgandan keyin chiqib ketishadi. Lekin основной movement bu yerda nimada? Prop shotda. Prop shotda ishlab ko'rasiz, o'ta olmaysiz. 5 martada ham, 10 martada ham o'ta olmasligingiz mumkin, 2 yilda ham o'ta olmasligingiz mumkin. Lekin bir kun emasmi, bir kun rezultat keladi. Rezultat kelgandan keyin bu sistemaga tushganingizdan keyin siz qo'rqmasdan realga o'tishingiz mumkin. O'sha realga o'tganingizdan keyin qanaqadir enli summa $5000 bilan ham o'sha keyinchalik scaling qilib o'zingiz akkauntingizni ko'paytirsangiz bo'ladi. Bu savetim imенно начинающий treyderlarga tradingda bir 6 oy yoki 1 yil bo'lgan bo'lsa, realga sakramanglar, imенно prop shotda ishlab ko'ringlar. Keyinchalik bu narsaga o'tsanglar bo'ladi уже. O'zingizlarni komfortni his qilayotgan bo'lsanglar, strategiyalarda, risk menejmentda, psixologiyada, mindsetda qo'rqmayotgan bo'lsanglar, sekin realda ham savdo qilsa bo'ladi. Shu bilan sekin videoni tugatsa bo'ladi deb o'ylayman. Realda ishlayman desanglar, XNS maslahat beraman. Hammasiga videoni tagida silka tashab qo'yaman. The 5 years 5% skidka beradi. Silka bo'yicha o'tsanglar xursand bo'laman. Может быть, rezultatlar bilan bo'lishsanglar ham kanalga joylashtiramiz bu narsani. В любом случае xayrlashmaymiz. Videoni render qilib sizlarga joylashtiraman. Shoshmanglar hech qayerga akalar.
Bu qiyin soha, bu yerda qanaqadir endi sunmay kelaman desanglar, ancha yil opit bilan kelish kerak. Propshodda ishlaganingizdan keyin sekin realga o'tsa bo'ladi. Menda пока что shu soat почти 3 bo'lyapti, videoni tugatdim. Hamma silkalarni qoldiraman. Yaxshi dam olinglar, ko'rishguncha xayr.